Voy to'yni shunday zo'r qildingiz. Dugonalarim og'zi ochilib qoldi. Ay endi siz ham sarpo bilan mebel qilishni yorib-yoribsiz-da Parvardacham. Rahmat. Rahmatni buncha shirincha qilib aytasiz, qoshiqcham. Ana oldimizga tushgan pullardan 700 ming berib yuboring, Zax mashina bermoqchi edim. Mana mebellarni kreditga oluvdik-da, u pullarni ashunga berib yubordik. O'rtadagi pulni nima kreditga berib yuborasizlar? Uni joyi bor-ku. Qanaqa? To'yimizda bunday qilib syomka qilgan kameralar kreditga gaplashganman. Anchalarga bermoqchi edim. Ana buningdagi hamma hayron qoldirgan sipochka bilan qo'lingda tillalar sotsa qutulamiz lekin. Ularning hammasi prokatga olingandi-da. Shu qilaman deb 15 ta san'atkorga pul sarflash shartmidi? Sizlarga pul berdi, kim aytdi? Ular hammasi kreditga gaplashilgan. BV'ni sotaylik hay. U ham rentkar-ku. Odamlar o'zi ochilsin deb arenda qolib bunda haydab yurdim-da. iPhone sotsak-chi. Shahardagi eng qimmat ko'ylak kiydim-ku, pul yetmay qoldi, iPhone'da qoldi. Eng qizig'i u ham kreditida. O'l bo'lmasa. Dasturxonda 53 xil narsalar qolib ketdi, shularni sotaylik. Ha, kallamga kelma. Fotiha kreditim katta qo'lim bilan yopaman, ha? Pardalarchi? Kredit. Gilamlarchi? Kredit. Televizor, gaz plita, kir mashinchi? Uydagilar odamlar gapirmasin deb hamma narsani kreditga beruvdi-da. Onasini yursin, hali to'yxona, raqqosa, kartesh, qanday shunday to'y xachi sadrakan kreditlarni yopish kerak. Jo'rajon kasbim bilan burugim berib, ertaga ishga borishim kerak-da. Kallang jaltirab hozir shartmidi? Uzr endi. Voy o'lmasam. Dang'illama to'yxoncha ketiga bitta ishtamasam o'larmiding? Ko'chada ko'p turmang, shamollab qolasiz. Ya ovozingni o'chir. Chichi.